Nima uchun xitoyliklar odamlarga avokadoni ustiga Coca-Cola quyishni tavsiya qilgan? Avokado ustiga Coca-Cola? Ha, to'g'ri eshiting. Sababini bilganingdan keyin menga umr bo'yi rahmat aytasan. Avvalo bitta avokado kerak bo'ladi. Pishganmi, pishmaganmi farqi yo'q. Uni yarmiga bo'lamiz, lekin faqat urug'idan foydalanamiz. Aksariyat odamlar bu oddiy urug'ini sog'liq uchun qanchalik foydaliligidan bexabar. Buni bilgandan keyin hayron qolasan. Men uni yuvaman va ustidagi yupqa pardani olib tashlayman. Bilasanmi, odamlarning 90% avokado urug'ini axlatga tashlayapti. Lekin men senga qolgan 10% nima uchun bunday qilmasligini tushuntiraman. Tozalab bo'lgach uni mayda bo'laklarga bo'lamiz. Urug'i juda qattiq emas, lekin kesish uchun biroz kuch ishlatish kerak bo'ladi. Bo'laklar sarg'ayishi mumkin, lekin bu normal holat. Ana endi qopqog'i bor shisha idishni olib urug'ni ichiga solamiz. Keyin 300 ml Coca-Cola kerak bo'ladi. Nega aynan Coca-Cola hozir tushuntiraman. Ruchka qog'oz olib yoz, arziydi. Aksariyat odamlar Coca-Cola avval bosh og'rig'i, qorin og'rig'i va boshqa og'riqlarni yengillashtirish uchun dori sifatida ishlab chiqarilganini bilishmaydi. U koka barglari va kolla yong'oqlaridan tayyorlangan, lekin eng muhim nuqtasi biz uni avokado urug'i bilan aralashtirganimizda foydasi yanada kuchayadi. Bu uy sharoitidagi tabiiy vosita, ayniqsa bo'g'im og'riqlari borlar uchun zarur. U antioksidantlarga va yallig'lanishlarga qarshi moddalar bilan to'la bo'lib, oyoq, tizza, qo'l, bel va bo'yin og'riqlarini kamaytiradi. Agar sen yoki tanishlaringga bo'g'im og'riqlari bo'lsa, bu tabiiy vositani albatta sinab ko'r. Qanday ishlatiladi? 300 ml Coca-Cola'ni kesilgan urug' ustiga qo'ygach, 24 soatga qoldiramiz. Yaxshisi qorong'u, quyosh nuri tushmaydigan joyda saqla. Tayyor bo'lgach, xohlasang urug'ini olib tashlashing mumkin, xohlamasang ham mayli. Asosiysi aralashmani og'riq sezilayotgan joylarga to'g'ridan-to'g'ri surt va tuni bo'yi qoldir. Bu bilak og'riqlariga ham juda foydali. Faqat surt va massaj qil. Kundalik harakatlar yoki og'irlik ko'targandan keladigan og'riqlarga ham yordam beradi. Hatto kun davomida yurishdan yoki noqulay tuflidan charchagan tovonlarga ham sur. Buni albatta sinab ko'r. Natijasini kommentariyada kutaman. Agar bu sohalarda senga kuchliroq retseptlar kerak bo'lsa, hoziroq Telegramga o't. U yerda barcha narsa haqida gaplashamiz.